Koreyada o'qib hali unchalik darajada bu narsalarga ishim tushmadi. To'g'ri, endi domlalardan so'raymiz, baholarni qo'yib bering, boshqa bu narsa deb. Lekin uyga borib ishlarni qilish darajasidagi narsalar O'zbekistonda avval bo'lgan deb eshitgandim-da. Hozir ham shunaqa narsalar bormi? Ya'ni studentlar yaxshi baho olish uchun domlasini uyiga borib hasharlar qilib berish degan narsalar hozir ham O'zbekistonda bormi, yo'qmi? Agar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar. Mana shu yerda O'tkir Hoshimov kandidatlik ishini yo'qlayotgan student bilan qarz so'rab kelgan odamni bir xil qilib tasvirlaydi. Ya'ni tasavvur qilinglar, sizlarga pul kerak, birorta insonni oldiga bordilaring, uni pul borligini bilasizlar, u puli bo'la turib bermayotganini bilasizlar. Qancha ichingizda so'ksalaringizdan boshqa narsa qilsalaringiz ham bermaydi u pulni, chunki u pul uniki, xohlasa beradi, xohlasa bermaydi. Xuddi shu holat u universitetdagi domlasi bilan ham bo'layotgandi. Uni ishlarini bitirib berish kerak edi, qo'lida edi hamma narsa, lekin domlasi uni cho'zib yurgandi.